Qani? 5,5 km. Meniki yangi bozorda. O'shanda aka osham yangi bo'ladi. Sog'. Ani teskari. Kecha joriy yilning 24-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda motochilarga pichoq bilan tahdid qilishda sarlavhasi bilan video xabarlar tarqalib, pichoq bilan tahdid qilmoqchi bo'lgan shaxsning xatti-harakatlari keng jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Mazkur video xabarda aks etgan holatga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tezkorlik bilan oydinlik kiritilib, ushbu nojo'ya harakatni sodir etgan shaxs Andijon shahrida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan fuqaro ekanligi ma'lum bo'ldi. Kecha soat 11larda Orzu zapravkani yonida razvednoy pivoga bordim. Ichdim, 2 bokal pivo, shashlik oldim. Sizcha mos holatda qoldim. Undan oldin ham ozgina spirtnoy ichimlik iste'mol qilganim uchun asherda turgan tovalarda oldida turgan tig'li mahsulotda qurolni olib, belimga solib, yo'ldan taksi chaqirdim. Taksiga tashab qo'ying dedim. Orqasidan bizni Lenskiy ko'chaga olib borganda, o'zimizni Andijon shahridagi Lenskiy ko'chaga borganda mototsiklda turganlarga nimaga sizlar tez haydayapsizlar deb hayot uchun xavfli bo'lgan pichoqni ko'tarib tahdid qildim. Mana shu qo'limda bo'lgan, o'zimdagi bo'lgan sovuq qurol bilan ularga tahdid qildim. Spirtli ichimlik iste'mol qilmanglar, sovuq qurollar ko'tarib yurmanglar. Oilalarga, o'zingizlarga ziyon qilib qo'yasizlar. O'zbekiston xalqidan, Andijon xalqidan meni kechirishinglar so'rayman. Qilgan ishimdan ming pushaymonman. Shu bilan birga holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida ushbu shaxs 24-iyun kuni soat 1:00 dan 3:30 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida chaqiruvga asosan kelgan Real taksi yo'nalishida xizmat ko'rsatuvchi fuqaroning boshqaruvidagi Spark rusumli avtomashinasiga o'tkir tig'li jism bilan chiqib, haydovchini zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, unga yo'l kira haqini ham bermasdan 100 ming so'm pul mablag'larini yashirin ravishda talon-taroj qilganligi ham oshkor bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 112-moddasi 1-qismi hamda 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.